Hozirgi kunda shunday yuzaga kelyaptiki, juda ham unikal holat. Rossiya o'zini harbiy kuchi bilan o'zini kuchsizlantiryapti va kuchsizlantirganda ham Amerika Qo'shma Shtatlarini Xitoyning manfaatlariga monand ravishda kuchsizlantiryapti. Xitoy nega bundan manfaatdor bo'lishi kerak? Va Xitoyga texnologik bog'liqligi oshib boryapti-ku. Va Xitoy yagona Hindiston bilan birgalikda Rossiya neftini sotib oladigan bozor bo'lib qolyapti va neft sohasidagi daromadlarga berilayotgan zarba Rossiya iqtisodiyotiga qanchalik kuchli zarba bo'lishligini hamma bilyapti. Va mana shu jarayonda G'arb tarafidan, Amerika tarafidan bosim bo'lganda Xitoy bosim emas, aksincha Rossiyani oldida tursa, Rossiyani bog'liqligi yanada ortadi. O'ziga xos ravishda va Xitoy balkim tasavvuridagi bir ikki qutblik bo'ladigan bo'lsa, ikki qutbligida endi shu Sovet ittifoqi paytida Xitoy qanday kichik og'a bo'lsa, balkim Rossiya kichik og'a roliga rozi bo'lar. Ya'ni harbiy masalalar, siyosiy masalalarda Rossiyani o'ziga xos ravishda to'qmoq sifatida foydalanib turib, iqtisodiy masalalarda o'zi xuddi avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, ya'ni Rossiyaning ko'proq proksi kuch sifatida foydalanib, xalqaro maydonda o'zining manfaatlariga erishar. Shuning uchun bu yerda ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlarini xohlayotgan bir narrativda bu. Xitoy ko'ndi, Xitoy bilan birgalikda ishlaymiz. Xitoy birgalikda ishlashligi uchun Amerika nimadir taqdim qilish kerak. Sanksiyalar rejimini olish kerak va hozirgi savdodagi kamomatga rozi bo'lish kerak. Va iqtisodchi mutaxassislar bilan suhbatlashsangiz aytadiki, bu savdodagi kamomat bu asosiy bir masala emas aslida. Chunki Amerika iqtisodiyoti o'zi shunaqa modeli shunday. Ya'ni u boshqa bir davlat bilan savdoda ko'proq profitga ega bo'lishligi bilan bog'liq emas. Shundoq ham dunyo, albatta, dunyo iqtisodiyoti va Amerika iqtisodiyoti, ya'ni Amerika iqtisodiyotining qulashidan yirik iqtisodiyotlar, mamlakatlar manfaatdor bo'lmaydi. Albatta. Shuning uchun bu yerda ko'proq mafkuraviyga o'xshaydi. Ya'ni o'sha saylov oraliq saylovlardagi ikkilanayotgan shtatlar yoki Donald Trampni beqaror xatti harakatlaridan bir ta'assubga tushganlarni ishontirish uchun ko'proq kerak deb o'ylayman.